Uchinchi o'lcham deb nomlangan romanni yozishning g'oyasi bundan 7-8 yil oldin endi bir paydo bo'ldi. G'oya paydo bo'lishda kvant kompyuterlarni o'rganishimda meni qiziqtirib qo'ydi. Ayniqsa Nikola Teslaning ijodiy jarayonlari, uning ixtirolari meni shu g'oyaga bog'lab qo'ygan bo'lsa, keyinchalik chet el adabiyotlarida, jahon adabiyotlarida bu mavzuda juda keng holatda asarlar bitilyapti. Uchinchi o'lcham esa aynan axborotlar, voqeliklar yoki kino lentalar emas, predmetlarning bir makondan ikkinchi makonga lahza sifatida, lahza orasida yetkazib berilishi haqidagi bir tasavvurlar mamlakatimizning yoshlarining kayfiyatida shu narsani yuzaga chiqarmoqchiman. Ana shu 7-8 yil davomida men nazariy ilmlarni o'rgangan bo'lsam, bu ilmiy raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt bo'yicha ilmiy tekshirish institutida buning amaliy jarayonlarini kuzatyapman. Bu mening o'rgangan narsalarimni yana ham puxtalashimga va yorqinlashtirib, real hayotga bog'lashimga juda katta bir ko'prik vazifasini bajaryapti. Taraqqiyot shu darajaga olib kelyaptiki, sun'iy intellektsiz jamiyatni tasavvur qilib bo'lmaydi degan tafakkur doiramizgacha, fikrlashimizgacha, o'ylashimizgacha, hattoki ayrim holatlarda bizning reja qilishlarimizgacha bu sun'iy intellektning aralashishi bir xavf, xatardek sezilyapti. Lekin aslida unday emas. Chunki bizning o'ylayotgan darajamiz shu sun'iy intellekt bo'lmasa ham shu narsani amalga oshiradigan darajadagi insoniyatning tafakkuri bor. Mana shu narsani men o'z asarimda dalillab, nuqtai nazarim bilan isbotlab ko'rsatib bermoqchiman. O'zbek intellektual yoshlarining g'oyalari, fikrlari, qilayotgan amaliy ishlari sahnaning eng oldi qatorida turadi va shu qahramonlarim hayotga shuni isbotlab ko'rsata biladi. Men shu institutda o'rganish jarayonimda o'zimning tasavvurlarimga aynan uyg'un keladigan holatlarni bir-biriga parallel kelganligini va aynan men xohlagan narsalarni men bu ilmiy tadqiqot jarayonlarida kuzatganimdan juda xursand bo'ldim. Boshda aytganimizdek, uchinchi o'lcham predmetlarni, narsalarni bir makondan ikkinchi bir makonga o'tkazish bo'ladigan bo'lsa, bu texnologik jarayonning bir 200-300 yillik taraqqiyot, jamiyat taraqqiyotiga qaraydigan bo'lsak, uzviy davomi deb qarash mumkin. Bu muqarrar bo'lishi mumkin, ehtimol juda katta. Chunki insonning tafakkuri, qilayotgan ixtirolari shu narsaga ishora qilib turibdi. Mana shu narsalarni hayotda biroz badiiy tasavvur bilan oldinroq bir muddat, bir 5 yildir, 10 yildir oldingi istiqbolli narsalarini bayon qilmoqchiman va shu narsada bu uchinchi o'lchamning ma'no mohiyati shunda ochib beriladi. Bugun hayotda bo'lib turgan narsalarni emas, ehtimoliy istiqbolda kutilayotgan narsalarni bayon qilish. Real voqelikka asoslanganligini ko'rsatish uchun ham institutdagi amaliy tadqiqotlar menga bir ko'makchi ya bo'lmasa mening yonimda turib, mening qilayotgan ishlarimni real hayotga ko'rsatib beruvchi bir vosita sifatida ko'rish mumkin.